Binance ko'rganman birinchi bo'lib. Binance ko'rib, keyin ichiga kirib, keyin qiziqqanimda u yerda o'sha kriptovalyutalarni obmen qilish shularni ko'rib, keyin qattiq o'qishni qidirganman. Topa olmayapman. U qo'qonlarga borib kelganman. Borsam bitta bola o'tirgan ekan. Endi ishonmayman. U bola treyderligiga ishonmayman. Endi hammani ham bu sohada bunday ko'rinishiga qarab qilasiz. Xullas sapojni eganlar oke. Men uni böyle ana gapiga ishonib endi borib qolmaganman u yerda. O'rgangansiz. O'rganmoqchi bo'lganman. Menga qaradim, to'xtadim. O'sha yerda mehmonxonada bir kun qoldi. Yana telefon tishga tushdi. Qarasam o'zim mahallamda bor ekan. Endi otini aytmayman. O'tgan mazgina arzimagan pulga o'qidik. Hech narsa o'zgarmadi. Niyatlar katta edi, orzular katta. Lekin hali $50 ham ishlamaganmiz, to'g'risi.